Mavzudan uzoqlashmaymiz. Bugun mamlakatimizning barcha hududlarida yashil energiya vositalaridan foydalanish tobora ommalashmoqda. Nafaqat ijtimoiy soha obyektlari, balki xonadonlarga tadbirkorlar ham o'z faoliyatlarida quyosh panellaridan keng foydalanmoqda. Ayni lavhamiz shu haqda. Tuproqqal'a tumanidagi qog'ozni qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalardan biri bu borada ilk qadamlarni qo'ydi. Korxona oyiga 50 kilovat elektr energiyasi iste'mol qiladi. Yaqinda bu yerda quvvati 200 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi va natijada korxona elektr ta'minotining 50% ni mustaqil ravishda qoplash imkoniga ega bo'ldi. Bundan tashqari korxonaga qo'shimcha yana 200 kilovatlik quyosh panellari o'rnatish ishlariga kirishildi. Ma'lumot uchun joriy yilning o'tgan davri mobaynida Xorazm viloyatida jami 3459 ta obyektga 52,5 megavat quyosh panellari o'rnatildi va yashil energiya axborot tizimi orqali ro'yxatdan o'tkazilib, belgilangan tartibda tasdiqlanishi ta'minlandi.